Tushunishingiz uchun bu bizning tayyorlov guruhiga keladigan 6 yoshli bola. Tasavvur qiling, u alifbeni emas, o'qish kitobini o'qiydi. Qolaversa, rus, ingliz, arab tillarida o'z darajasida so'zlasha oladi. What do you like to learn at the school? I like to learn English, Arabic and Russian languages. Demak, savol: farq nimada? Farq shundaki, to'g'ri metodika, to'g'ri muhit, to'g'ri boshlanish. أي فاكهة تحب؟ أنا أحب تفاح. Lekin ko'pchilik 6 yoshli bolalar hali harflarni qiynalib o'rganmoqda. 6 yosh bu kech emas, lekin noto'g'ri boshlanish bu kechikishdir. Привет, меня зовут Абдулла. Меня 6 лет. Я учусь в Iqtidor School. Iqtidor School maktabga tayyorlov guruhi bolangizni bir qadam emas, 10 qadam oldinga olib chiqadi. Bunga farzandingiz tayyormi? Maktabimizda yangi guruhga qabul jarayonlari boshlangan, joylar esa chegaralangan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, joyingizni hoziroq band qilish uchun esa havola orqali ro'yxatdan o'ting.